Assalomu alaykum qadrdonlar, omamizdan charchamayapsizlarmi? Hammanglarga xayrli kun, ro'za Ramazon oylarida qiynalmasdan tutyapsizlarmi ro'zalarni? Hozir o'zimizni asakamizning Niyoz Botirga yetib keldik. Farzandlari nomidan Xudo xolasa dadajonisini xursand qilib chiqamiz. Qadrdonlar, yurakchan qizartirib, podpiskani bosishni hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Sizlarni ham xonadoninglarga Tabriz asaka jamoasi tashrif buyurishlar albatta nasib qilsin. O'zingizlarni ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Tayyormisiz?